Xullas, Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlarga muhim ma'lumot. Kecha yana bitta yurtdoshimizni dokumentlarini hamma yo'qni qabul qilgan edi, lekin patent beradigan paytlarda kecha patentni bermasdan chiqarib yuboribdi. Shuni aniqlash uchun men hozir kirib ketyapman. U yerda videoga olishga ruxsat yo'q. Kirib chiqib aniqini aytaman. Xullas, kirdim biramanda. O'rtam nihoyatda ko'p. Сейчас, если на второй этаж пойду, они обратно не отправят меня сюда опять, скажут, вы идите туда, там разбирайтесь. Мне просто нужен ответ, за что и в какое число, в каком году. Написано. Ну, снято с учета написано. Кроме того, это вы тут Тосинов? Нет, он мой брат, там на улице стоит. Превышение срока пребывания 90 в течение календарного года. Сведения о привлечении к административной ответственности отсутствуют. Нужно на Бурзянцева 4 поехать, чтобы проверили его срок пребывания. Если будет штраф, то он должен его заплатить. По поводу снятия с учета, эти базы у нас нет, мы не видим, когда его сняли. Только второй этаж, можно сказать. Для того, чтобы заново подать, во-первых, нужно срок на Бурзянцева проверить. Во-вторых, если там все нормально, если это превышение в прошлом году... Bizni ikkinchi etajga chiqarishdi, las pasport stolga, o'sha yerda aniqlaysizlar deb chiqsam, bugun jismoniy shaxslarni qabul qilmayotgan, faqat yuridik shaxslarni qabul qilayotgan chorshanba kuni pasport stol. Xullas aytishdiki, tushuntirishcha, hamyurtimiz Rossiyaga kelgandan keyin propiska qilgan odam taxminan shu 10 kun, 15 kundan keyin bu bolaga aytmasdan bazadan chiqartirib yuborgan. Bu bola bilmagan. O'sha o'rtadagi bazadan chiqib ketgan kuni noqonuniy Rossiyada yurgan hisoblanib qolyapti. Shuni hisobiga patent berilmagan. Endi ertaga payshanba kuni yana kirib baribir aniqlik kiritib chiqaman-u. Tushunmagan narsam shuki, bu narsa o'tgan yilga amal qilish kerak edi-da, chunki bu bola 2025-yil xullas patent qilmagan, faqat kirdi chiqdi bilan yurgan va o'sha yili shu ish bo'lgan. Ya'ni shu registratsiya qo'ygan odam buni chiqarib yuborgan bazadan. Lekin yil kalendari tugab, 2025-yil tugab, 2026-yil boshlangandan keyin bu bola 25-yil ketgan, 26-yil bu yil qaytib kelgan va bu yil bemalol muammolarsiz patent olish imkoniyati bor edi. Lekin nimaga bermayapti? Bu xullas so'roq ostida. Endi shuni ertaga bo'lib, keyin yana sizlarga ma'lumot beraman. Agar Rossiyaga kelmoqchilar bo'lsa, shuni bilishlaring kerak. 10 tadan 4 ta odamni qaytarib yuboryapti. Ya'ni patent bermayapti. Jarima to'laysan, boshqatdan kirdi chiq qilasan deyapti. Xullas hamma narsa yana pulga taqalyapti. Shunaqa gaplar.